Ладно, только попробуй. Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Hammaga salom. Biz Vyetnamda bo'lishimizga qaramasdan, o'zbek odatlarimizdan voz kecholmaymiz. Shuning uchun yakshanba kuni bozorga qilishga chiqdik. Xo'sh, birinchi bu albatta non. Mana shunaqa birinchi biz bagetini oldik Winmartda. Ularga juda ham yoqadi, bagetga o'xshaydigan nonlar. Buxanka qanaqa bizda odatimiz bor yoki bizning albatta nonimiz bu yerda yo'q. Da. Lipyoshka yoki Bu hammasi emas. Nonlarimiz yana davom etadi. Bizda yana bunaqa bo'shga o'xshagan non oldik. Bu non bizga ko'proq yoqadi, chunki O'zbekistondagi nonlarga o'xshaydi. menga bu yoqadi va men ovaman har doim magazinda. Olmalar nomi Mr. Apple. Keyingi tovar albatta non. Biz non uncha ko'p yemaymiz, lekin Vyetnamda non topish qiyin, chunki tez tugab qoladi. Yana bu yerda nonlar O'zbekistondagiga o'xshab qotib, keyingi kuni suv qochib qolmaydi, juda ham ko'p turadi. Lekin O'zbekistondagi nonlar, конечно же, lipyoshka mazaliroq. Nima kerak bizga o'zbeklarga любой davlatga qatga boramiz. Bu osh va bu achichu. Achichu uchun har doim ovamiz bodringni, pomidorlarni o'xshat qanaqa bizda korzinka, xavasta yoki makroda bo'ladi. Farqi katta, men ko'rmadim. Keyin olgan narsamiz bu kofe. Bu pochka kofe 55 ming turadi, arzon kofe. Ichida 15 tacha paketchasi bor. Bizga bir yarim haftaga yetadi. Qaraymiz nima? Oh, bu ayolim oldi, unga juda ham yoqadi. Bu ularning qovuni. Buni hali yeb ko'rmaganmiz, to'g'risi. Endi birinchi marta yeb ko'ramiz. Hali birga. Kiyintiramiz. Bu idishlardan keyin ayam hidi bor, eng yaxshi ko'radi. Bu mandarinlar. Bizda ham mandarinlar ko'p. No, sizga haqiqatan aytaman, bu yerda mandarinlar juda sochniy va juda ham shirin bo'ladi. Shuning uchun bu mening favoritim bo'ladi, bu mandarinlar. Vietnamda birinchi marta ko'rdim. Cook M&M's. Hali yeb ko'rmaganmiz buni ham birinchi marta. Juda ham qiziq bo'ldi. Hali birga yeb ko'ramiz. Xo'p, shu bilan bozorimiz tugadi. Chekimiz bo'yicha bizda 459 ming dong ishlatdik. Bu o'zbek summasida bizda 200-230 ming so'm bo'ladi. Bizda go'sht, tuxum hammasi bor, chunki o'tgan hafta olib qo'yganlarimiz qolgan. Chunki o'tgan hafta men ko'p ovqat qilmadim. Shuning uchun bu hafta faqat nima yegimiz kelganmiz, shuni oldik xolos. Xayr. Ko'rishguncha.